Hozir mana early action jarayonidamiz studentlar bilan va bitta katta problemaga uchrayapmiz. Hamma student bilan 5 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, bitta yagona problema. Oddiy mana Stanfordga topshiramiz hozir. Juda ham top universitetlarga topshiramiz. O'qituvchilar email nimaligini bilishmaydi. Bilishsa ham rekomendatsion xatni qanaqa qilib jo'natishni tushuntira olmaymiz. Uni даже videouroklar bilan ham bersak ham uni qilishni xohlashmaydi. O'zing qilib ber deyshadi. Придется hamma narsani o'zimizga qoladi. Hozir faqat student portalida emas, butun rekomendatsionlarni portallarni ham to'ldirib chiqishimizga to'g'ri kelyapti. Bu problemani qanaqa qilib решить qilamiz? Qachon bu problema yechiladi? Juda ham qiyin. O'zbekiston shu narsaga qachon yetib kelar ekan, qachon o'rganishar ekan? Oddiy Gmail ochish yoki oddiy maktablarimizda haligacha veb-sayt yo'q. Qanaqasiga maktabda shuncha zdaniyasi bor, 4-5 etajlab zdaniyalari bor. Eng ko'p pulda anaqa sarflashadi-da shunga, lekin veb-sayti yo'q. Qani bizani oliy ta'lim vazirligimiz, o'rta ta'lim vazirligimiz, maktabgacha bo'lgan ta'lim vazirligimiz nimaga oddiy maktablarda shuncha narsasi bor, lekin oddiy veb-sayti yo'q? Nimaga o'qituvchilarda hali ham ofitsialniy emaillari yo'q? Qachongacha shuncha IELTS faqat topshirish haqida o'ylaymiz, lekin infrastruktura studentlarga top universitetlarga topshirish uchun yaratishni o'ylamaymiz. Bu davlat miqyosidagi bo'layotgan eng mayda, lekin tez решать qilsa bo'ladigan problema-ku. Nimaga shu narsani kimdir gapirib chiqmagungacha, kimdir bloger yomonlab chiqmagunigacha konkretno yechim bo'lmaydi. Men hayron bo'laman bunaqa narsalarga, to'g'risi.